Qaynashlar kim ashlar? Mana o'rib hammasini joylab, tomlarga bosib qo'yish kerak. Bolalar hammasini sekin o'rib, chekalargacha o'rib. To'xta, qaq ketyapsan. Ha? Men senga gapirib kelyapman, qaq ketyapsan sen. Yoqmayapti issiqda gaplar. Men ham charchadim, men tez yuramayman-ku senga o'xshab. Men ham charchadim issiqda. Voy jonim, charchab ketdim. Senga gapirib kelyapman. Men bir narsani o'ylab kelyapman. Ha, nimani? Mana bu qaynanamni tilla, taqinchoq, pensiya, boylik, moyillar bormi? Ha? O'shani qayerga yashiryapsan? Senga nima? O'g'irlamoqchimiding? Yo'q, o'g'irlash niyatim yo'q. Ha. Kechani qo'shnimiz bor, Eshmat. Ha. O'shani uyini ship-shidon qilib, top-toza qilib ketibdi o'g'irlar. O'shanga aytyapman, ehtiyot bo'ling deb. Ha, undan xavotir olma. Ana yotoqxonada katta seyf bor-ku. Yotoqxonada katta seyf. Hammasini shuning ichiga solib qo'yganman. Ha, bu yoshingiz bir joyga borib qoldi qayerda? Ha. Endi mabodo demaysiz-ga bir narsa bo'lib qolsangiz. Ha. Xotira pand berish mumkin yosh o'tgandan keyin. Ha. Nima bo'lib qolishingiz mumkin? Uni ham yo'lini o'ylab qo'yganman. Ha. Daftarga katta qilib yozib qo'yganman. Ha. Shu daftarda turibdi. Daftar qayerda? Daftar o'sha seyf ichida-da. Ha. Ochish uchun daftar olasizmi ichkarida? Ha, olish kerak-da. Astag'firullah. U nima deb parol nima o'zi parol? Eng baxtsiz kunim yozib qo'yganman. Voqe eng baxtsiz kuningiz qachon bo'lgan? Ana u qaynonangga uylangan kunimda. Nechinchi uylangan ekan bu? Sen bilmaysan. Aytganim yo'q senga. Kalla, bekor aytdim, borib qizimdan so'rab, qaynonasidan so'rab qo'ysa.